Bilingki, siz o'zingizdan haftalar yoki kunlarni emas, yillarni o'g'irlayapsiz. Sport bilan shug'ullanish dushanbadan, kitob o'qish dushanbadan, til o'rganish dushanbadan, ozish dushanbadan, semirish dushanbadan. Agar hamma narsani dushanbadan boshlayotgan bo'lsangiz, bilingki, siz o'zingizdan haftalar yoki kunlarni emas, yillarni o'g'irlayapsiz. Bu narsaning nomi dangasalik emas, bu narsaning nomi prokrastinatsiya. Prokrastinatsiya bu dangasalikning kuchaytirilgan versiyasi, ya'ni dangasalik Pro Max qo'pol qilib aytganda, dangasalik bir narsani qilish xohlamayapman bo'lsa, prokrastinatsiya qilaman, lekin keyin bu narsani keyinga qoldirilgan hayot sindromi ham deb atashadi. Ya'ni siz doim kelajakda yashaysiz, doim keyin qilasiz, har doim keyin qachon. Buni oldini olish bir nechta usuli bor va men bilgan eng kuchli usullardan biri bu 5 sekund qoidasi. Har qanaqa ishni, misol uchun shu videoni ko'rib o'tiribsizda, 5 sekund ichida boshlab ketishingiz kerak. Misol uchun dars qilishingiz kerakmi? 1 2 3 4 5 o'rningizdan turib boshlab ketishingiz kerak. Boshda mayda ishlardan boshlaysiz, keyinchalik hattoki qiyin ishlarni ham birdaniga boshlaydigan bo'lib qolasiz.